Avval xabar berganimizdek, ayni kunlarda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar oliy ta'lim muassasalariga kirishda beriladigan imtiyozli tavsiyanoma uchun test sinovlarini topshirishmoqda. Bilim va malakalarni baholash agentligining Xorazm viloyati bo'limida Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasiga qarashli harbiy qismda xizmat qilayotgan muddatli harbiy xizmatchilar ham o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Harbiy xizmatchilar, ayniqsa muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar mamlakatimiz jangovar salohiyatini yuksaltirish bilan birga yoshlarning bu hayotda o'z o'rinlarini topishlarida munosib o'rin egallamoqda. Mana bu askarlar ham ana shunday ezgu maqsadni oldiga qo'yib, bugungi kunda o'z yigitlik burchini o'tamoqdalar. Ularning niyati bitta: muddatli harbiy xizmatdan keyin ham ona vataniga sadoqat bilan xizmat qilishda davom etish. Buning uchun esa albatta bilim egallash zarur bo'ladi. Ta'kidlash joizki, ushbu imtiyozli tavsiyanoma muddatli harbiy xizmatchilarga xizmatni yakunlagach oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatini beradi. Bu esa yoshlarning harbiy xizmat davrida olgan intizomi va bilimini kelgusida professional faoliyatida samarali qo'llashiga zamin yaratadi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga tavsiyanomaga ega bo'lgan askarlar 5% tanlovda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Harbiy oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan askarlar to'plagan ballining 50% miqdorida ball qo'shib beriladi. Test sinovlari odilona, shaffof o'tkazilishi uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Binolar to'liq kameralar bilan jihozlangan. Har bir askar agentlik tomonidan tashkil qilingan Face ID tizimi orqali hujjatlari tekshirilgan holatda test topshiradigan binoga kiritiladi. Guruh nazoratchilari tomonidan bevosita nazorat qilib boriladi. Muddatli harbiy xizmatchilar uchun mo'ljallangan test sinovlarining umumiy soni 100 ta bo'lib, ularning 40 tasi jangovar tayyorgarlik, 20 tasi ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, 10 tasi matematika, yana 10 tasi fizika fani bo'yicha va qolgan 20 tasi mantiqiy test savollaridan iborat bo'ladi. Yig'ish mumkin bo'lgan maksimal ball esa 110 ballni tashkil etadi. Umidjon Xurramov Qashqadaryo viloyatidan kelib, o'z yigitlik burchini o'tamoqda va u ham ushbu test jarayonlarida qatnashib, imtiyozli tavsiyanomaga ega bo'lishni maqsad qilgan. Harbiylikka bolaligimdan qiziqib kelardim. Shu qiziqishlarim meni harbiy xizmat tomon chorladi. Hozirgi kunda 1 yillik muddatli harbiy xizmatni Xorazm viloyatida Milliy gvardiya saflarida o'tab kelmoqdaman. Bugun biz imtiyozli tavsiyanoma uchun davlat imtihonlariga test topshirmoqdamiz. Kelajakda bu imtiyozlardan unumli foydalanib, Jamoat xavfsizligi universitetiga o'qishga topshirmoqchiman. Komandirlarim singari yetuk va mukammal harbiy xizmatchi bo'lib, kelajakda vatanim tinchligi, osoyishtaligi va ravnaqi uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Biz muddatli harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar kelajakda oliy harbiy ta'lim muassasalariga kirishimizda va hayot yo'limizni topishimizda va vatanimiz oldida sadoqat bilan xizmat qilishimizda keng imkoniyatlar yaratib beradi. Shunday imkoniyatlar yaratib berayotgan prezidentimiz va yuqori qo'mondonlikka o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bu kabi imkoniyatlar yurt himoyachilarining bilim olishga bo'lgan intilishini yanada oshirib, ularning kelajakka ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.